Өмір мектеп. Біз хamisha онан сабақ аламыз. Бұл өмір мектебінде болса, кімдір үйретуші, кімдір болса оқытушы. Бүгінгі қаһарманымыз болса, ол кәсіп иесі мұғалім. Келешек құрушылары балаларға білім хамде мехір береді. Бұхара уалаятынан келіп, Кегейді районында балаларға сабақ беріп отырған қаһарманымыз кәсібіне болған мехірі шексіз. Инсан қай манзілде болуы емес, кімдер арасында болуы хамде қадірленуі ахметлі. Мен үшін кәсібім сауқлы, хам кәсібім арқалы келешек ауладқа өз үлесімді қосуды қалимен, дейді қаһарманымыз. Men Oliva Shodiya Ramazonovna Buxoro viloyati Vobkent tumanida tavallud topganman. Mana shu o'quv yilida hurmatli prezidentimizning biz malakali pedagoglarga bergan keng imkoniyatlardan foydalanib, Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumani 28-umumta'lim maktabida o'z ish faoliyatimni boshladim va bundan juda ham xursandman, chunki maktabimiz yangi qurilgan, barcha qulayliklarga ega bo'lgan maktab hisoblanadi. Mana shu maktabimiz jamoasi ham tanlov asosida ishga qabul qilingan, barcha bilimli o'qituvchilar jalb etilgan va mana shu jamoada men ham faoliyat ko'rsatayotganligimdan juda mamnunman. Chetga chiqib ishlash fikri tug'ilgan paytda men juda qo'rquvga tushib qolgan edim-da, chunki doim o'zbek maktablarida ishlaganman. Qoraqalpog'istonga borsam, Qoraqalpoq maktablarida o'z ish faoliyatimni yurita olarmikanman, u millat bilan qo'shilib keta olarmikanman degan qo'rquv meni juda ham qattiq hayajonga solgan. Lekin kelib shunga amin bo'ldimki, ularning urf-odatlari, tili, madaniyati juda bir-biriga yaqin ekanligi meni juda ham xursand qildi. Chunki kollektiv bilan, mana shu jamoa bilan juda yaxshi chiqishib ketdim. Kasblesimiz Shadiya Alimova haqida aytib o'tgan bo'lsam, o'zi Buxoro viloyatidan kelib ishlashga qaramasdan, o'zimizning jергілікті odamlarimizday bo'lib til tabsib, o'qituvchilar menenda ham o'quvchilar menenda o'zining bilim tajribasini almasib, жақсы sabaqlarni o'tkazib kelmoqda. Sabaq barısında tajriba almasu bo'yicha da metodlarni ko'rib, bizlar har xil ашық sabaqlarına da kirib ko'rdik. Kasblesimizning juda zo'r darajada, ko'tarinki darajada o'tib beruvi mаған juda unadi. Ham kezigelinde aytib o'tishim kerak, baribir Buxorodan kelib, bizlar tarafdan Qaralpaqning dasturlarini o'zi үйреніп, bizlar odan Buxoroning dasturlariмен салыстырған halda so'raymiz, sizlarning neleriniz, urf-odatlaringiz qanday? Shadiyaga o'ynab aytamiz, Buxoroga qachon barib Sofiya ishib qaytamiz deb bo'lamiz, endi mehmon qilaman deb kulib o'ynab aytamiz, biroq bizlarning ham dasturlarimizni o'rganib, даже Qaralpaqning meni baursaq pishirib olib keldim, sizlardan o'rgandim usini deb bizlarga kelib bo'lishib, o'zining даже quvonib, men sizlarga сөйтіп істелінеткен ғой deb сол bo'yicha da men arxayin maqtanishbilan kasblarimizda aytib keta olaman. Men o'qituvchilik kasbini tanlaganimdan juda ham mamnunman, chunki ustoz bu ulug' zot deya ta'riflanadi. Albatta hamma kasblarning boshida ustozlar turadi. Ustoz bor ekan dunyoda o'sish, rivojlanish, ta'lim, tarbiya albatta birinchi o'rinda turadi. Ustozlar shu ma'naviyat bulog'ining asoschilari deb yuritiladi. Mana shunday sharafli kasbni tanlaganimdan juda ham mamnunman va o'quvchilarimni juda yaxshi ko'raman. Ularni qiziqishlari, ularni har bir qarashlari meni o'ylovga solib qo'yadi. Ularni kelajakda qanday bo'lishlarini bashorat qilib ko'rishga, ularni hayotida nimalar kerak ekanligini men o'qituvchi sifatida his qilishga harakat qilaman va sinfga kirganimdan keyin har bir o'quvchim bir dunyo ekanligini va ularni ortida juda kuchli kelajaklar turganligini his qilaman. 2000-yilda o'z faoliyatimni boshlagan bo'lsam, mana 25 yildan buyon mana shu faoliyatda uzluksiz ishlab kelmoqdaman. Ona tili va adabiyot fanidan o'zbek maktablarida dars bergan bo'lsam, Qoraqalpoq maktabida o'zbek tili, ya'ni davlat tilidan ta'lim berib kelmoqdaman. Ish faoliyatimni boshlaganimdan keyin o'quvchilarimga mana shu o'zbek tilini, davlat tilini, alifbosini o'rgatish, o'qitish, ularni o'zbek tilida so'zlashga o'rgatish menga juda qiziqish uyg'otdi. O'z kasbimni sevganligim uchun
o'quvchilarim deyarli bir yilni o'zida erkin o'zbek tilida so'zlay oladigan, o'z fikrlarini bayon etadigan darajada kelganliklaridan juda ham mamnun, xursand bo'lib ketaman va o'z sohamni to'g'ri tanlagan ekanman degan fikrga kelib qolamanda. Bizning muallimimiz Alimova Shadiya bizlarga Buxoro viloyatidan kelib saboq berdi. Saboq prosesleri o'tuv ma'gan o'zimga juda unadi. Boshqa muallimlarning o'tuv metodini uluma boshqacha, tubdan farq etadi. Ол өзінің сабақ процесінде біздермен психологиялық жақтан һәм ілімімізді асыру үшін барлығынша өзінде әрекетлер етті. Мен мұғаліме рахметлерімді айтып қаламан, себебі ол біздерге жүдә көп нәрселерді үйретті. Біздер мұғаліміміздің арқасында райолық басқышларда һәм нөкшілік басқышларда жарыстарға қатынастық. Енді жаңа мұғаліміміз өзімізбен біздерде таярлыққа, жаңа жарыстарға таярлықта болған уақытында көптеген қызық оқиғалар жүз берді. Мәселен, біздер өз viloyatdan kelгеннен біздер қарақалпақша сөйлейміз, ол өзбекше сөйлейді. Біздердің сөйлеген пікіріміз сөйлегенде түсінбей қалып, не дейсіз деген уақытларда болды енді. Сонда да бірақ ауызбіршілікті түрде жарыстарға қатынасып, жоғары орынларды алдық. Men Buxoro viloyatida yashab, Buxoro viloyatida o'z ish faoliyatimni ko'rsatgan bo'lsam-da, mana shu Qoraqalpog'istonga kelib ish faoliyatimni boshlagan paytimda juda qiziqarli voqealar ham ro'y bergan. Albatta ular qoraqalpoq tilida gapirgan paytda tushunmay qolgan paytlarim bo'lgan va ularga men gapirgan gaplar kulgili holatlarni tashkil qilib qo'ygan, lekin keyinchalik o'rganib, albatta bunga oilam ham, farzandim ham mana shu yerda Qoraqalpog'iston tibbiyot universitetida davolash ish fakultetida grant asosida tahsil oladi. Ularda ham qoraqalpoq tili o'tiladi. Ikkalamiz qoraqalpoq tilida munosabat qilgan paytimizda, muomalamiz mana shu tilni o'rganayotgan paytimizda bir-biriga ko'maklashishimiz natijasida mana shu qoraqalpoq tilini ham deyarli o'rganib olishga harakat qildim va kasbdoshlarim bilan birga ham o'zbek tilida ham qoraqalpoq tilida gaplashishga harakat qilaman. Asosan oddiy so'zlarni ko'proq gapirishga harakat qilaman. Masalan, eshikni yop o'rnida qapini jabib jubor, hollaring yaxshimi so'z o'rnida jag'daylar durustmi? Deyarli qoraqalpoq tilidagi juda ko'p ishlatiladigan so'zlarni oilada ham ishlatishga va mana shu tilni hurmat qilishga, xalqni hurmat qilishga va ularni tilini ham o'rganib, o'zimni mana shu til boyligimni oshirishga harakat qilib kelyapman. Alimova Shadiyaga kelетін болсақ, Alimova Shadiya Buxoro viloyatidan kelib, o'tgan жылдан бастап осы мектепте өзбек тілі пәні оқытушы болып істейді. Осы жерге келіп, мұғалімдермен жүдә бір өзара пікірлесіп, сөйлесіп, бір жатырқамай, мінекей оқушылармен істесуіне болатын болсақ, әрбір класста өзінің пәнін жүдә бір жақсы дәрежеде өтеді. Әртүрлі методтардан пайдаланады. Оқушылардың Shadiya ұстазға деген бір hürmeti бәлен. Неге десеңіз, әрбір оқушыменен сабақ уақытында, сабақтан тыс уақытлары ол жақсы істеседі. Shadiya мұғалім мінекей жәмәтке араласқанда, мінекей өзінің сабағынан басқа той мерекелерге барамыз. Әртүрлі енді өзіміздің Қарақалпақ халқында лазымлар болады. Ешбір қайсынан қалып қоймастан, сол жәмәтпен теңде аяқ басып, сол Қарақалпақ халқының үріп әдеттерін өзінше қызығып сорап, теңде аяқ қосып келіпті. Shadiya мұғалім осы Кегейлі районы бойынша ең бір өрнеклі өзбек тілі пәні мұғалімі деп айтсам мен алжаспаймын. To'ylarda, azalarda, an'analarda qatnashgan paytimda ayollarni mana shu tovoq oldi, masalan tovoqni olayotgan paytda ta'zim bilan olishi va qanaqadir yaxshi ma'nolarni, ijobiy ma'nolarni ifodalaydigan rasm-rusumlari menga juda ham yoqdi. Bizda mana shunaqa udumlar yo'q. Shuning uchun men bu udumlarga juda qiziqib qaradim. Qoraqalpog'istonga kelgach, mana turli milliy taomlarni tayyorlashni o'rgandim. Qoraqalpoq milliy taomlaridan juda ajoyib beshbarmoq, go'ja kabi taomlarni tayyorlab bolalarimga, oilamga ulashaman. Mana bugun bo'g'irsoq qilyapman. Bu bo'g'irsoq ham qoraqalpoq, ham o'zbek milliy taomi hisoblanadi. Bu taomni tayyorlaganimdan so'ng mana qo'noqlarga, qo'ni-qo'shnilarga ulashni niyat qilib qo'ydim. Xudo xohlasa, bugun ularga mana shu o'zim tayyorlagan bo'g'irsoqlarimni ulashmoqchiman.
qo'shnilarim bilan masalan is oldi berdi, bo'g'irsoq pishirish, ular bilan birga tansiq taomlar, besh barmoq tayyorlash, sizlarda go'ja deyiladigan bir ajoyib taom bor ekan, mana shu taomlarni qo'shnilar bilan birgalikda tayyorlashga harakat qildik. Qo'shnilarim ham juda yaxshi insonlar va ularni bolalarga mehr berganligim uchun menga hattoki ishonib bolalarni tashlab ketgan paytlar ham bo'ldi. Ularni bolalariga yaxshi muomala qilib she'rlar o'rgatganimda ular xursand bo'lib ketishdi. O'zbek tilidagi she'rlarni onalariga aytib berib, ularni xursand qilganlaridan keyin qo'shnilarimning munosabati menga nisbatan yanada o'zgardi. Shunday qilib, mana shu bir yilim Qoraqalpog'istonda o'tgan bo'lsa ham, men mana shu yilni umrimdagi eng yaxshi, eng sermazmun o'tgan yillardan biri deb hisoblay olaman. Bizga Qoraqalpog'istonga kelish fikri oilaviy paydo bo'ldi. Turmush o'rtog'im ham juda qiziqdilar va mana shu yerga ishlashni o'zlari ixtiyoriy xohlab qoldilar va mana shu yerga kelib o'z ish tajribalarini o'sha ham ommalashtiryaptilar va shu bilan bir qatorda men ham mana shu hurmatli prezidentimizni mana shu malakali pedagoglarga bergan imkoniyatlardan foydalanib, mana shu yangi ochilganligi uchun qizil hududda turgan 28-maktabni tanladim va mana shu yerda o'z faoliyatimni yuritib kelmoqdaman. Biz juda ko'p tanlovlarda birga tayyorlanib ko'rdik, ayniqsa Turon teatr tanlovida o'quvchilarim sahna ko'rinishini ijro etayotgan paytda turli kulgili voqealarga duch kelib qoldi. Mana shu o'rinlarni albatta juda qayg'uli hikoya, lekin ular yiqilayotgan paytda kulib yuboradi, yo bo'lmasa qoraqalpoq tilidagi so'zlarni qo'shib yuboradi. Mana shunaqa bir kulgili holatlar yuzaga kelgan paytlari ham bo'ldi. Darsdan tashqari o'qituvchi shunchalik inson bo'lishi kerakki, o'quvchisini qanday turganligini, qanday vaziyatda ekanligini, oilasida nima voqealar yuz berganligini uni ko'zidan o'qib bila olishi kerak. Albatta, ustozlar psixolog bo'lishi kerak. O'qituvchi mana shu bolaga nisbatan mehr bersa, yaxshi gapirsa va o'sha o'quvchini dunyoqarashiga qarab muomala qilsa, albatta o'quvchiga o'zgarish bo'ladi, chunki bola bu dunyo. Shu uchun o'qituvchi eng mahoratli san'atkor bo'lish kerak. Jamoat joylarida o'quvchilarimni ko'rgan paytimda ularni mana shu hurmat qilishlari, ularni mana samimiy kulib so'rashlari yoki bayramlarda tabriklab kelishlari yoki SMS xabarlari orqali shirin va iliq gaplarni yuborishlari biz ustozlarni albatta yanada o'zimizni kasbimizga bo'lgan muhabbatimizni oshiradi. Inson ishidan zavqlansa, o'z ishi o'ziga yoqsa, hech qiynalganini his qilmaydi-da. Eng yomon narsa o'zingizga yoqmagan ish bilan mashg'ul bo'lish hisoblanadi. Shuning uchun qanchalar mashaqqatli, juda qiyin kasb o'qituvchilik, ustozlik, bolalar bilan ishlash juda qiyin deganlarni fikriga qo'shilmayman. Albatta kasbingizdan zavq ola olsangiz, bu sizga murakkablik, qiyinlik tug'dirmaydi. Bolalarga esa zerikarli darslar yoqmaydi. Ularga faqat yangilik kiritib turish kerak. Har bir darsni o'zgacha qilib tashkil qilish kerak. Yangiliklarning orqasidan qolmaslik kerak. Elektron doskalarimiz borku, turli o'yinlarni tashkil qilish kerak. O'quvchilar darsga ko'proq qiziqadi va e'tiborini darsga qaratib yaxshi bilim olishga harakat qiladi. Alima Shadiyeva haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, bu ustozimiz Buxoro viloyatidan kelib, Qoraqalpog'iston Respublikasi Arxa аймақтарының biri bo'lgan Kengeyli rayoni bo'limga qarashli 28 son Olma bilim berу мектебінде o'zbek tili pani muallimi bo'lib жұмыс істеп boshladi. Bu ustozimiz bir yil davomida жұмыс істеуіне qaramasdan bir qancha жетістіктерге erishdi. Yılın eng yaxshi o'zbek tili pani o'qituvchisi ko'rik tanlovida Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida birinchi o'rinni egallab, O'zbekiston Respublikasi bosqichida hurmat chog'i bilan siyliqlandi. Shadiyeva saboq beruvdi, fan ko'riklarni o'tuvdi, o'quvchilar o'zining qiziquvchiligini o'yatib, tushga дейін saboq o'tsa, tushdan keyin fan ko'riklarni o'quvchilarni aktiv qatnashtirdi. Men direktor sifatida Shadiyevani aytadigan bo'lsam, bu ustozimiz eng ulguli kollektivimizda eng yaxshi ustoz deb hisoblayman. O'quvchilarga saboq beruvdi, o'zining interaktiv metodlardan foydalanib, o'zbek tili fanni degan qiziquvchiliklarni o'yatib, Shadiyevaning kollektivga aralashuvida o'zining ulguli ustoz sifatida, jasliqon sifatida o'zining tajribalarini yosh shogirdlar bilan, ustozlar bilan bo'lishib, o'zimizning maktabimizning maqtanishi,
Men uchun mana Qoraqalpog'iston bu yangi muhit bo'lib kirdi. Albatta Qoraqalpog'iston ham O'zbekistonimizning bir jonajon qismi hisoblanadi va mana shu yerda bolalarga kerakligimni his qildimda, chunki bular davlat tilini o'rganishga juda qiziqadi va mutaxassislar soni yetmaydi. O'zbek tili o'qituvchilari soni kam bo'lganligi uchun mana shu yerda o'zimni kerakli his qilganligim uchun mana shu faoliyatimni davom ettirmoqchiman. Mana shu xalqqa xizmat qilaman, kadr yetmaydigan joyda ishlayman deb maqsad qilib kelganligim uchun mana shu xalqimizni farzandlariga davlat tilini o'rgatishda, ularni komil, yaxshi insonlar bo'lib yetishlarida o'z hissamni qo'shayotganligimdan mamnunman. Albatta o'z faoliyatimni mana shu yerda kerakli ekanligimni his qilganligim uchun davom ettirmoqchiman. Kasbim menga albatta juda ko'p narsalar berdi deya olaman. Chunki mana shu kasbni tanlab xato qilmaganligimni, mana shu kasb orqali juda ko'p narsalarga ega bo'lganligimni, mana shu katta bir bog' yaratganligimni his qilaman-da. Albatta inson har qanday kasbni qilishi mumkin. Lekin o'sha kasbdan zavqlanmasligi mumkin-da. Men o'zim qilgan kasbimdan, mana shu xalqimizni farzandlarini tarbiyalaganimdan juda mamnunman. Inson umrini oxiriga borganda bir nazar soladi-da, mana men umrimda nimalar qildim degan paytda albatta shu savolga javob bera oladigan darajadagi kasb yuritdim deya o'zimga o'zim taskin bera olaman. Men mana shu Qoraqalpog'istonga kelib o'z ish faoliyatimni davom ettirayotganligimdan, Qoraqalpoq farzandlariga bilim berayotganligimdan, o'zim mana shu yerda kerak ekanligimni his qilganligimdan o'z ish faoliyatimni shu yerda davom ettirmoqchiman. Albatta o'quvchilarimdagi mana shu mehr, meni ko'rib ustoz bizni tashlab ketib qolmaysizmi degan bir so'zlarni o'zi menga juda katta quvonch bag'ishlaydi-da. O'z faoliyatimni davom ettirib, mana shu Qoraqalpoq farzandlarini kelajagi uchun, ularni yaxshi inson bo'lib yetishishlari uchun, vatanimiz, xalqimizga xizmat qila oladigan fidoyi, barkamol, yetuk inson shaxs bo'lib yetishishlari uchun o'z hissamni qo'shmoqchiman.